Hurmatli Zebron kanaliga obuna bo'lish uchun ajoyib modelimiz keldi. As ROG Strix. Mana ko'rishingiz mumkin. Korobka dokument full, hamma narsasi bor. As ROG Strix G16 modeli. Bunaqa. Buni ham ko'rib buni internetga yozib ko'rib olishingiz mumkin. Narxlarini bemalol. Narxi O'zbekistonda hozirda 19,5 million so'm turibdi. Yangisi 19,5 20 million atrofida. Endi shu 500 ming raziyasi bor yangisi narxida. Buni narxini skidkada qo'ydik. Narxini oxirida aytib o'tamiz video oxirida. Prosessor bilan tanishamiz. As ROG Strix 16 dyumlik G18 model 240 Hz ekran girişlari. Ryzen 9 9955 HX 16 Core prosessor. Juda kuchli prosessor, xolos qilib 16 yadr, 32 potok, yadro potoklari, 16 GB RAM bor, DDR5 5600 talik, 1 TB SSD xotirasi bor. Eng muhimi buni o'tgan video kartasi. Nvidia GeForce mana 52 lik RTX 52 lik video kartasi bor. 8 GB video kartasi mana ko'rishingiz mumkin. Xolos qilib note monster 100%, hamma joyi zo'r, komfort, yonkuslari ham 94, 1% ham kamaymagan yonkuslari. Mana ko'rishingiz mumkin. Qanday modelimiz, ustlari ham yangidan umuman farq qilmaydi, ideal tarzda, yangi bilan birga bir. Korobka dokument full, hamma narsasi bor, zararchi korobka dokumentlargacha bor. Xuddi yangi note olganday bo'lasizlar. Yangi notedan bitta farqi bor. Noteimiz narxi $1250, faqat obunachilarimiz uchun shunaqa ishlashlar juda tez bo'ladi. Yangisidan kamida 6 million raziyasi bor. O'rtasida yangidan 6 million arzoniga 94 yonkusi ROG Strix. Narxi $1250. Skidkada faqat obunachilarimiz uchun. Shoshilamiz.